bugun 3-noyabr 2025-yil Agrobank haqida paxtash bilan binosida bank mijozlari, tadbirkorlar, fuqarolar bilan navbatdagi uchrashuv o'tkazib belgilangan. Uchrashuvning asosiy maqsadimiz tadbirkorlik qilish istaydigan fuqarolarimizni tadbirkorga jalb qilish, ularga ko'nikmalar berish va ishni boshlash uchun kreditlar ajratish. Tadbirkor faoliyatini shug'ullanayotgan mijozlarimizga tadbirkor faoliyatini kengaytirish orqali yangi shug'ullan yaratish, tumanlarga, mahallalarga istiqomat bilan ta'minlashdan iborat. Bizda hozir jismoniy shaxslarga 50 million so'mgacha mahsulotga kreditimiz hozir. Mahsulotga kreditimiz erkak kishilarga 25%, xotin qizlarga 2% imtiyozda 20% beriladi. Bemalol tadbirkorlardan sizga 3 shaxs kafilligi bilan oxirgi 2 oyda ishlamagan bo'lishi kerak, olayotgan mijoz berishimiz mumkin. Yuridik shaxslarimiz 312 son qaror bersin. Demak, 100 million so'mgacha garovsiz, 300 million so'mgacha bank ko'zini mablag'dan beriladi, garov orqali 200 million. Bunda ham rahbari erkak kishi bo'lgani 25%, rahbari xotin qiz bo'layotgan bo'lsa 18% dan beriladi. Shunda kimda bir tadbirkor qilish niyati bo'lsa yoki tadbirkor faoliyatini kengaytirmoqchi bo'lsa, bemalol faoliyat qilishlari mumkin. Biz qonuniy tartibda turib sizlarga javob qaytaramiz. Assalomu alaykum. Sardoba mahallasidan Ochilboy mushtari bo'laman. 312 sonli qaror bo'yicha issiqxona yo'nalishida kredit olmoqchiman. Sardoba mahallasida Ochilboy mushtari. chorvachilik uchun nima? Issiqxona yo'nalishi. Issiqxonaga. Hujjatlarni topshirasiz. Qonun tartib ko'rib chiqamiz. Assalomu alaykum. Men Qirg'iziston mahallasidaman. Isomiddinova Parizodaman. 312-qaror bo'yicha chorvachilik bo'yicha 100 million so'm kredit olmoqchiman. Chorvachilik yo'nalishi bo'yicha. Sharoit bormi? Molxona? Ha, albatta. Hujjatlarni topshirasiz. Qonun tartib ko'rib chiqamiz. Assalomu alaykum. Men O'rg'ich mahallasidan Rizqulova Laylo 100 million yoshlarga berilayotgan